pichoqni nimishga bog'lab qo'ydi? Voy mushaq pichoq bilan hujum qiladi deb qo'rqqan Xitoy bo'lsang, bugungi cho seni ko'tarishga qo'ral chiqib qolgan chaqda qanday qilasan? Bugun pichoqni bog'lab qo'ygan Xitoy. Pichoqni bog'lab qo'ygan Xitoy. Pichoqni bog'lagan odamning ruhini bog'lay oldingmi? Sana bo'lgan o'chmanlikni bog'lay oldingmi? Sana bo'lgan dushmanlikni bog'lay oldingmi? Sana bo'lgan nafratni bog'lay oldingmi? Bog'lay olmaysan. Ammo pichoqni bog'ladim. Ammo sana bo'lgan o'chmanlik kufri bilan iymon o'ttirishdiki, tajovuzchi bilan mazlum o'ttirishdiki, nafratni cho'sa bog'lay olmaysan. Bugungi pichoqni bog'lagan bo'lsang, bu pichoq buguncha ko'rdingmi Suriyadagi? Sen 70 necha yillik davlat butun xalqaro e'tirof qilgan davlat, bizning hech kim e'tirof qilmay ashalat kelgan bo'lsa, buning oqisida yengilmaydigan bir ma'naviy ruhning ma'naviy kuchning borligini ifodasi. Bu ruh rasmiycha bugun xalqaro vaziyatni qo'llashga erishgan. Bugun ashlicha Angliya ishlab chiqargan bo'lsa, bundan sen haqiqatan ansiraysan. Siz Sharqiy Turkistonda yashatmaymiz.